Assalomu alaykum azizlar. Biz Toshbuloq shaharchasida joylashgan Rayhon oshxonasidamiz. Bu yer holatini hozir yaqindan tanishtiramiz. Qani keting. Rayhon milliy taomlar majmuasida Uyg'ur, Yevropa va o'zbek milliy taomlari, bundan tashqari 20 xildan ortiq kaboblar hamda salyoqda pishirilgan tabaki ta'midan bahramand bo'lish imkoniga egasiz. Narxlar ham juda ham qulay ekan. Asosiysi qo'lib turgan mana bu set, ya'ni tabaki, non va choy bor yo'g'i 20 ming so'm tashkil etadi. Tushlik va kechki ovqat barchasi shu yerda mujassam. Asosiysi salqin va so'lim mana bunday ommaviy zallarimiz yoki 6 kishidan 20 kishigacha mo'ljallangan katta kichik maxsus xonalarimizda mehmon bo'lish imkoniga egasiz. Tantanavor kunlar, to'y, yubiley, kursdoshlar va sinfdoshlar uchrashuvida juda ham zo'r bo'ladigan Rayhon restorandamiz bu yerga bir vaqtimizda 200 ta mehmon sig'adi. Bemalol kelib mehmonimiz bo'lishingiz mumkin. Kechki taomlanish vaqtida gap, gurung va turli xildagi uchrashuvlar uchun yaqinlar bilan tashrif bering. Mabodo bizning nomimizni aytsangiz, 2 ta sharbat va bundan tashqari 3 ta salat sizga tekinga taqdim etiladi. Bundan tashqari ijtimoiy tarmoqdagi Instagram kanalimizga obuna bo'lgan bo'lsangiz, 20% maxsus bonus ham sizni kutmoqda. Bu yerda 20 yildan ortiq tajribaga ega bo'lgan mohir oshpazimiz Alisher aka tomonidan tayyorlanadigan barcha turdagi buyurtma taomlarni ham tatib ko'rishingizni tavsiya etamiz. To'lovlar naqd, plastik yoki pul o'tkazish yo'li bilan, ya'ni siz istagan usulda amalga oshiriladi. Manzilimiz Namangan viloyati, Namangan tumani, Toshbuloq shaharchasi. Sardobadan 7 kilometr pastga tushganingizda Rayhon oshxonasida biz sizni kutamiz. Murojaat uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq amalga oshiring.